inson o'zi kasal bo'lishni yaxshi ham ko'radi. Ba'zi insonlar kasal bo'lishni yaxshi ham to'g'ri, ko'radi. e'tibor qaratiladi chunki, albatta. E'tibor qozonish uchun Birinchi marta bu gapni Yo'q, eshityapman. bor. Menda bir bemorim bor, o'zi soppa-sog', lekin kelgan paytida hamma yoq og'riydi. Chunki yoshligida uni unaqasi bo'lmaydi aslida. yoshligida uni psixikasida bitta narsa qolgan bo'ladi. Kasal bo'lsa ota-ona ko'proq mehr berilgan. Voy qizim, mehribonim, asalim deyilgani uchun psixika shuni yodlab oladi-da, katta bo'lganda ham jertva bo'lib birinchi mehr olish nuqtasi kasal bo'lish bo'ladi. Bundan tashqari musor tashiydigan, mana tozalikka e'tibor bermaydigan insonlar mani hech kim ko'rmayapti rejim ostida ishlaydiganlar. Ular tashqaridagi voqelik, tozalikka qo'pol bo'lsa ham kechirasizlar tupurib qo'ygan joyi bor. Chunki u bolalikda mani hech kim ko'rmayapti, nazorat yo'q menga nisbatan, men yo'qman degan erkin bemalol tarbiyasizlik vaziyatlarini yuzaga chiqarishadi. Buni avvalambor oiladan boshlash kifoya, lekin bitta narsa bor. Bizlarda qizlarni ham yigitlarni ham majburiy qilishing shart. Qilasan hozir degan rag'batsiz uy yumushlarni ham boshqasini ham majburan bosim orqali qilinayotgani uchun ham katta bo'lganda ayollar hozir umuman qilgisi kelmaydi. Psixolog sifatida sanitariya kechirib qo'yasizlar-ku, bot даже ishlamaydi degan xulosaga kelgan bo'lardim.